Assalomu alaykum azizlar, men Fazliddin Yoqub, xorijdan Amerikadan Tarix Omonatdir kanali va gruppasi. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun chiqishdan maqsad bir 18 yoshida qamoqqa olinib, o'ldirib, yo'qotib, hatto o'ligini kislotalar bilan yo'q qilib yuborilgan O'zbekistondagi bir navqiron avlod to'g'risida gaplashamiz. Kim u? Ko'pchiliginglar tanisizlar, bilasizlar. İnternetlarda ko'p bir faollar savol javob qilib onasi bilan Jahongir Muhammad va boshqalar ham eshittirishlar berdi. Men ham bundan 8 oy 9 oy burun Turkiya orqali Kosovo, Yugoslaviya, Bosniyaga sayohat qilib Yevropani aylanayotganimda bu xabarni eshitib Anqaradan turib bir chiqish qilgandim. Ulug'bek Eshov 18 yoshida qamoqqa olingan. Hech qanaqa diniy guruh yoki bironta muxolifat boshqani a'zosi emas. Oilasi ham, onasi ham, o'zi ham. Bashorat Tonopa Eshovani farzandlari. Nima uchun bugun bu mavzu ko'tarilyapti degan bir savol bo'lishi mumkin. Ertaga 6 kuni, 6 aprel. Hozir bizda 5 aprelda oqshomi. Ramazon bayramidan keyingi 6 kunlik ro'zani tutayotganlarni bugun 6 oxirgi kuni Ramazonni kuzatishadi. Ertaga bo'lsa, hozir mana kechasi bo'lib, tong otishiga oz qoldi O'zbekistonda. Bu yerda oqshom bo'lyapti Amerikada. Albatta buni yuklab qo'yib joylagunimizcha YouTube'ga vaqt o'tib, ertalab bo'ladi va ertaga ko'radi insonlar. Agar Ulug'bek tirik bo'lganida, endi bilmaymiz, inshaalloh tirikdir. Agar qamoqqa olinib shu zulm saltanati bo'lgan Iyak Karimov va Mirziyoyev saltanatini sababchilari qamab bu bolani bugungacha dom-daraksiz yo'q bo'lishini sabablari aniq bo'lganda yoki qamalmaganda 50 ga kirardi. 50 yoshini nishonlayotgan, oilali bo'lgan, kelincha yuzini ko'rgan, farzandlari bo'lgan, hattoki quda andali bo'lib nabirali ham bo'lgan bo'lardi. Ming afsuski bu zulm saltanati sabab bo'lib shu holatlar mana shu oilani, bir oddiygina toshkentlik o'zbek oilasini boshiga tushdi. Bashorat Tonopa hozir Shvetsiyada yashaydi. Shvetsariyada. Bashorat Tonopa Eshova 32 yildan beri farzand dog'ida yozmagan, kuymagan, murojaat qilmagan. O'zbekistondagi bironcha idora, ichki ishlar bo'lsin, DXX, SMB deydimi, istixborot bo'lsin, Iyak o'sha zolim diktator, xoin vaqtida ungami, Zokir Almatov deydimi, Inoyatov deydimi, atlari ismlarini men bilmayman, hammasiga murojaat qilib chiqqan. Hatto xorijga chiqib Yevropada joylashgandan keyin ham murojaatlari, fig'onlari, farzand dog'idagi faryodlar to'xtamagan bir o'zbek ona. Azizlar, bugun zulm saltanatidan, Mirziyoyevdan, buni hukumatidan, ichki ishlardan, milisadan, DXXdan, hukumatdan qo'rqayotgan 37 millionda bir donasi. Hozir Qo'hmedon bu bo'ldi, farzand yo'qotildi, hayot barbod bo'ldi. Ona sig'maydi dunyolarga faryodi. Osmonlar o'zbek onalarni faryodiga to'lib ketdi azizlar. Ha, dindor bo'lgan, muxolifatchi bo'lgan, haqda aytgan, mazlum bo'lgan, o'z vataniga sig'dirilmagan yolg'onchi, soxtakor zulm saltanati orqasidan sig'may ketdi. 80-yillarda oxirida muxolifat chiqdi. Birlik xalq harakati, Turkiston harakati, Ozod dehqonlar partiyasi, vatanparvarlik, insonparvarlik, adolat, To'maris, Ozod dehqonlar partiyasi, Orolni qutqarish, sanab tugamaydigan 10-15 tadan ortiq katta muxolif guruhlar chiqdi vatanimiz ichidan. Vatanimizni mard mustaqillik qahramonlari, milliy mujodala qahramonlari. Ularning eng kattasi Birlik xalq harakati edi. Ular qirildi, otildi, chopildi, o'ldirildi, yo'q qilindi. Tarix sahifasidan olib tashlandi. Bularni yo'q qilgan, mustaqillik dushmani bo'lgan, mustaqillikni mesini ham eshitmagan sharafsiz, xayrsizlar O'zbekistonda o'tirib bayram qilishdi 27 yil Iyak boshchiligida. Uni yonida o'yinlarga tushib,
Bugun yana Shavkat Mirziyoyev degan buni davom ettiryapti. Azizlar, Birlik Xalq Harakati raisi Abdurahim Po'latov, texnika fanlari doktori, professor, olim xorijda Amerikada dafn etildi. Vatan yuzini ko'rolmadi. Haqiqiy milliy mujodala qahramonlari. Yana bu yerda Rustam Fuatxo'jayev degan yangi chiqqan muxolifatchi yigit 18-20 yerdan otib ketildi. Birlashaylik, vatanimizni bir tuzataylik degani uchun Moskvada biznesmen, o'ziga to'q oiladan bo'lgan xayrli inson. Yana biz aytadigan bo'lsak, Aliboy Akiyo'li Yaxshiyev professor, olim, Samarqand davlat universitetining raisi, Samarqand birligining raisi, Birlik Xalq Harakati markaziy kengash hay'at a'zosi. Pandemiya vaqtida Istanbulda dafn etildi. Sanasak tugamaydigan darajada bundan 100 yil burun chiqqan millionlab muhojiratdagi qo'rg'oschilarimiz, milliy mujodala qahramonlari, olimlarimiz, hofizi Qur'on, din ulamolari, vatanparvarlar tanitilmadi xalqqa, tarixi o'tilmadi, ochilmadi. Bugungi kunga kelib 80-90-yillardagi mustaqillikni kim qildi? Makkaga, Madinaga, haj umraga yo'lni kim ochdi degan savolga savodsizlarcha Karimov ochdi. Shu hukumat deydigan savodsizlar, johillar paydo bo'ldi. Aslida bularni hech aloqasi yo'q. Karimovni, Shavkat Mirziyoyevni, bu bugungi hukumatni shu 30 yildan oshiq mustaqillikda o'yinga tushayotganlar birontasini bu ishga daxli yo'q. Bular hozir ham barmog'iman sanaydigan bo'lsa ham, vatan ichida, tashqarida, xorijlarda qarib qo'ygan bo'lsa ham tirik. Ularni topib, suhbatlashib, haqiqatlarni bilib, o'rganib qolish bugungi avlodni vijdoni bor, iymoni bor, o'zbekman, musulmonman, turkistonlikman, turkman degan o'g'il bolalarni, erkaklarni vazifasidir. Men sanaydigan insonlar juda ko'p hozir xotiramga kelmadi hayajondan. Ertaga 6-kuni yana bir mana shu milisalar, ichki ishlar tomonidan urib o'ldirilib, tuhmatlarga qamalib, yo'q qilayotgan qancha insonlarimiz yana bir donasi Ulug'bek eshitdi 50 ga kiradigan kuni. Onasi faryod chekib Yevropada o'tiribdi. Bosh urmagan yeri qomat deb aytdik. Shavkat Mirziyoyev juda yaxshi taniydi va biladi. Zokir Almatov taniydi va biladi. O'ldimi, qoldimi, komada yotibdi, ona inoyat degan sharafsiz xoin o'zbek xalqini boshiga bu gullarni olib kelgan u ham biladi. Yana bittasi ketdi u dunyoga, inshaalloh Allohning oldida javob berayotgandir. Iyak degan zolim diktator O'zbekistonni shu holatga solgan va shogirdi mana davom ettiryapti. Mana shunday holatlarda biz xorijlardan turib bu tarixni eslashga majbur bo'ldik. To'g'ri, Sharqiy Turkiston, Xitoyda Uyg'ur birodarlarimiz parchalab yo'q qilinib, qatliam qilyapti. Gazadagi holatni men aytsam, iymoni bor, men ham insonman degan odam bugun uxlamaydi. Ya'ni ovqat yonmaydi, yurib turolmaydi. Xalqlar do'stligiga borib, askar qilinib millatimizni, vatanimizni, xalqimizni parchalab rasvo qilayotgan xoin otarchilarni konsert askarlarni ko'rmaydi. Ha, yana gapiradigan gaplar ko'p. Shuning uchun azizlar, bugun mavzular ichida Ulug'bek eshitdi tanlab olishimi sababi bir ona faryod chekyapti. Ertaga o'sha ikkinchi ona siz bo'lmang, sizlar bo'lmang. Yana qaytarib aytaman. Ovozini chiqarmagan, muxolifatchi bo'lmagan, erkin fikrlab haqqi huquqini talab qilmagan, diniy bir oqim boshqalarda bo'lmagan bir oilani, bir farzand shunday holatda bo'lib, bir oila vayron bo'lib turibdi. Bunaqalar yana qancha efirga chiqib biz aytmagan, tanitmagan. Ertaga hammalarni boshingizlarga tushishi mumkin. Nimaga? Chunki sizlar bilmagan holatlar davom etyapti O'zbekistonda. Mana yorqin misoli Xitoy ekspansiyasi kirib keldi mana. Hamma yo'lni sotib berib yuborishyapti. Bularni yaqin yillar ichida 100 millionga chiqarish vazifasi turibdi. Xitoy va O'zbekiston oldida va Islom va Turkiya va Turkiston dushmanlari, O'zbek dushmanlari oldida. Nima uchun? Yana qaytadan dunyoni yo'natadigan xayrli insonlar chiqmasin deb harakat qilyapti. Ular 100 million yo 60-70 million bo'lgandan keyin siz 37 million shisha so'may qiladi. Ko'pchilik tashkil qilgan bo'lib, mamlakat, millat, yer, turpoq hammasi uni ko'p ketadi. Demokrat tomonidan ham, boshqa qonunlar tomonidan ezib, kechib Uyg'urlarni hol bo'lib qoladi sizlarning oldinglarda. Boshimizga tushmaydi, unaqa bo'lmaydi deganlar shu narsani bilib turaylar. Men bashorat qilib oldinda nima qilmayapman. Tahlilchilarning gapini aytyapman. Dunyoda eng kuchli musulmon bo'lgan u bo'lmagan tahlilchilari faryod urib bu narsalarni aytishyapti.
qanchasi yo'q qilib jinni bansalarga kiritib, ham Xitoy tomonidan, ham O'zbekiston hukumati, ham o'ris davlati va dunyodagi qanchadan qancha zolim kuchlar tomonidan yo'q qilinyapti. Lekin xalq birlashsa, tarixiga, diniga, iymoniga, o'ziga qaytsa hammasi tuzaladi. Buni istamagan kuchlar O'zbekistonda o'tiribdi. Qaror berish o'zinglarga. Kelajak bolalaringlarni, kelajak o'zinglarni qo'linglarda. Xalqlar do'stligida o'tirib o'tkiz borasizlarmi? Osh yeb to'y qilib o'tkiz borasizlarmi? Yo vatan va millat, diniy iymon qadriyatlarimizni himoya qilish uchun birlashasizlarmi, chiqasizlarmi? Vatan ichida kadrlar, liderlar tiqilib sasib yotibdi. İstasanglar topasizlar, xorijda ham bor. Faqat bahona istash o'rniga bu mavzularga qaytinglar. Men sanab o'tadigan juda ko'p xorijlarda o'tgan qahramonlar bor edi. Qarichilik, hayajondan eslolmadim. Bitta bir hikmatli so'zni aytmoqchiman. Yaqinda bugun 13 kun bo'ldi. 13 kun burun Ramazonda 13-10 kunligida yana bitta muxolifatchi bo'lmagan, diniy oqimda bo'lmagan, Rabbim Alloh degan ibodatda bo'lgan bir musulmon oilani Samarqandlik farzandi green card yutib kelib, bosh qo'lib, mashatda trakchilik qilib, hayot qurib davom etyapti. 3 ta bolasi bilan xotini qoldi. O'lim janozani ko'rsatdim. Bilasizlarmi nima? 100 mingdan oshiq odam like bosib, ko'rib, bir-biriga tarqatib, ta'ziya bildiribdi. Duo qilibdi. Oxirat obod bo'lsin, savol so'roq oson bo'lsin. Allah cennetler versin. Yaz ekan bu deb. Bu 100 ming ichida kimlar bor bilmaymiz. Hammasi qarindoshlik emas. Hammasi Samarqandlik emas azizlar. Vatanimizda oqibat bor ekan. Hali yo'qolmabdi. İnsoniylik yo'qolmabdi. Musulmonchilik yo'qolmabdi. Demak umid bor ekan. Shuning uchun men murojaat qilyapman. Men vazifamni bajarib bo'lgan odamman. Mustaqillik qahramoni. Mustaqillikni qilgan. O'zbekistonga olib kelgan kurashchilarni bittasi bilan tirik qolgan. Mana qayerdan turib murojaat qilyapman. 12 marta otilganman, buni bilasizlar. 2 dona o'q bilan qancha operatsiyalardan, o'zbekchasiga amaliyotlardan chiqib bugun qarshilarda turibman. Menga qancha sog'ligingizni o'ylang, kasalligingizga davo tilab, duo tabrizni qilib buyog'iga sog'ligingiz masalasida yurib turing. Keraksiz akajon, chiqishlar boshqalar qilmang dedi. Yaxshi insonlar, hukumat, DXX, quloqlar, trollar, xoinlar, popsa qiladiganlar emas. Vatanparvar insonlar. Nimaga desam, jon tog'a dedi, vazifangizni bajarib bo'ldingiz. Millat uyg'ondi. Haqni tanidi. Kimi xoin u, kimi kimligini bilib oldi. Faqat birlasholmayapti, indolmayapti, to'planolmayapti, qonuniy yo'l bilan og'darilmayapti. Bu sharafsiz xoinlardan vatan tozalanmayapti, jasorat etmayapti. Duo qilib o'tiring dedi. Yana men bugun qanaqa holatda bo'lishimdan qat'iy nazar Ramazondan keyin o'sha 6 kunlik ro'zani bugun 6-kunida o'zim ham ro'zadon bo'lib turib Ramazonni kuzatish bilan birga Ulug'bek eshitdi va yana qanchadan qancha vatan ichi tashqarisida muhojiratlarda o'lib ketgan, o'liga olib kelingan, olib kelinmagan, qanchasini o'ligi hozirgacha noma'lum bo'lgan Ukraina urushlari, o'rislar yurti, Hindiston, Koreya, boshqa dunyoda qancha yerlardagi hamma mazlumlarimiz, xalqimiz, o'tganlarimiz, dardini aytolmagan, ocholmagan, internetga chiqolmagan qancha insonlarimiz nomidan sizlarga murojaat qilib aytyapman. Ertaga hammasidan so'ralamiz. Hammasiga bitta Iyad Karimov aybdor emas, bitta Shavkat va hukumatda turgan xoinlar, DXX, ichki ishlar, sud, prokuratura bularga aybdor emas. Bu trollar. Siz bilan biz ham aybdormiz azizlar. Shu vatan uchun, shu din uchun Allohga omonati bu. Shu farzandlarimiz, shu tuprog'imiz, qishloq shahar vatanimiz hammasi oldida javobgarmiz. Benamoz, betahorat dinimizdan, kalima-i saodatdan xabari bo'lmaganlar qanaqa sharoitlarda mehnat qilib, kurashib, qonunlarni diniy Allohning qonuni bo'lmasa ham haq, adolat deb talab qilib, vatanini, millatini, shahrini o'rniga qo'yib chiroyli yashashyapti. Nima uchun biz yashashga haqqimiz yo'q ekan? Nimaga dinimizda yashashga, qadriyatlarimiz bilan dunyoga tarannum etib, madikor bo'lib emas, xorzor bo'lib o'ligini tashiyolmay, boshqalar qolib ketmay emas, inson bo'lib yasholmaymiz. Shu savolni o'zingizlarga beringlar va shunga qaror berib, kelajakda belgilash sizlarning qo'linglarda. Alloh yomon to'llar azizlar, Fazliddin yoqib Xorijdan, Amerikadan ko'p aytilmagan narsalar bo'lsa sizlar aytib to'ldiringlar, izohlarda yozinglar. Faqat trollarni eshitishga, ko'rishga tobim yo'q. Xoinlar, urushparastni ko'rishga hoyim yo'q. Dinini, tarixini, tilini bilmagan bu gaplarimni
tushunmagan zotlar kirmasin, ko'rmasin, aralashmasin. Men xayrli insonlarga murojaat qildim. O'zbekistonda pokiza qalbli xayrli insonlar haliyam bor ekan. O'shalarga murojaat qildim. Allohga omon turlar azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.